Novostroykadan yangi qurilishdan uy-joy xarid qilyapsizmi? Iltimos quruvchidan mana shu hujjatlarni talab qilib oling, yo'qsa aldanib qolishingiz mumkin. Ayrim quruvchilar insonlarimiz soddaligidan foydalanib, chuqur bitta handak kovlikdagi handakni oldiga odamlarni olib borib, biz mana shu yerga uy quramiz deb aldab ishontirib pulni olib o'zlari qochib ketadi. Insonlarimiz sodda ko'rgan handakga borib pul to'lab keladi. Pulni yerdan ish qurib olganlaringiz yo'q-ku, bellaringiz og'rib topayapsizlar. 500-600 million pul kichkina pul emas. Quruvchidan uy-joy xarid qilyapsizmi? Undan mana shu hujjatlarni talab qilib olishingiz kerak bo'ladi. Qarang, men sizga sanab o'taman ro'yxatini. Diqqat bilan kuzatib turing. Birinchisi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatni mavjudligi. Ikkinchisi, obyektni ixtisosini o'zgartirish va rekonstruksiya qilishga ruxsatnoma. Uchinchisi, arxitektura rejalashtirish topshirig'i APS. To'rtinchisi, loyiha smeta hujjatlarini kelishish bo'yicha arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining xulosasi. Beshinchisi, yig'ma ekspertiza xulosa. Oltinchisi, ekologik ekspertiza. Yettinchisi, texnik shartlar. Sakkizinchisi, muhandislik geologiya sharoitlari hisoboti. To'qqizinchisi, qurilish montaj ishlarini boshlash uchun obyektni ro'yxatdan o'tkazganlik bo'yicha ko'chirma. Mana shu 9 ta hujjatni quruvchidan talab qilib oling. O'qing, o'rganib chiqing. Tushunmasangiz bizga murojaat qiling. Biz o'qib o'rganib sizga xulosa beramiz. Xulosamizga ko'ra keyin bemalol uy-joy xarid qilib olaverasiz. Bu yerda Telegram manzilim chiqadi. Mana shu manzilga o'tib murojaat qilsangiz, albatta sizga yordam beramiz. Odamlar, vatandoshlar, hurmatli fuqarolar, iltimos qilaman. Yangi uy-joy xarid qilib olayotganda bunaqa borib handakka pul to'lamangizlar. Aldanib qolishlaringiz mumkin. Videoni barcha yaqinlaringizga, yangi xudo olsa uy-joy xarid qilaman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying.